Assalomu alaykum, xayrli kun hammaga. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Men sizlarga bitta foydali gapni aytib ketmoqchiman. Insonni mana qo'limizni mana bu yerda yumshoq joyida. Mana shu yerda ko'p massaj qilish kerak ekan. O'ta qattiq emas, mana yengil massaj mana. Mana bunaqa holatda mana shu yumshoq joyimizni ko'p massaj qilishimiz kerak ekan. Buni menga otam ko'p aytadi-da. Mana shu yerda massaj qilgan odam o'sha bir olim aytgan ekan televizorda. Uzoq umr ko'rishni eng asosiy sabablaridan biri mana shu. Mana shu yerda ko'p massaj qilib o'tirsa, shunaqa. Keyin mana qo'limizni qonimiz kelib, mana shu qo'limiz uchlaridan qaytargan. Mana shunday holatda ko'p mashq qilardi. Ko'proq endi televizor ko'rib o'tiradi. Shuning uchun mana televizor ko'rib o'tirganda xuddi mana shu mashqlarni ko'p qiladi otam. Keyin mana shu mashqni masalan 5 minut bu qo'lda bo'lsa, keyin 5 minut bu qo'lda. Shu qo'limizni mana bu yumshoq joyidagi massaj foydali ekan. Shuni sizlarga ilingim keldi. Mana o'sha 86 ga kiryaptilar otam, umrlari uzoq bo'lsin. Mana shu otam ko'p gimnastika qiladi. Hozir ham endi ko'rgan odam ko'z tegmasin, tetik deyishadi-da. Bu tetikligini sababi endi doim men bilan birga yashab turgan. Shunda endi kuzatib borganman va har kuni erta bilan chiqib, yuz qo'lni yuvmasdan turib, shu gimnastika 5 minut, 10 minut tashqariga chiqib, toza havoda maza qilib to'yib nafas oladi-da. Keyin o'sha gimnastikalar bilan shug'ullanadi. 5 minut, 10 minut har xil gimnastikalar qiladi. O'sha belga, mushaklarga, hamma yoqqa o'sha badan tarbiya bilan shug'ullanadi. Keyin yuz qo'lni yuvib, keyin choyga o'tiradi nonushtaga. Shunaqa. Mana shu sizlarga foydali tavsiyam. Iltimos shuni qilib yuringlar, sizlar ham sog'lik uchun foydali. O'zingizlar ehtiyot qilinglar.